Uzun CSS dərsi 20-ci qism CSS ramka modeli. Ramka modeli element ramkasının o'rnini belgilash ishlatildi. Eng ichki qismi amaliy mazmun qismini ko'rsatadi. Mazmunni o'rib olgan qism ichki qirorligi, ichki qirning sirti, ramka qirining sirti, sirtqi ramka qiri bo'lib, odatda suzuk bo'ldi. Shun keyingi mazmunni to'sib olmaydi. Ma ichki qirorligi, ramka qiri va sirtqi qiri oraliqini belgilashga bo'ldi. Odatda qiymati shu odatga qiymat bermagan holatga qiymati 0 bo'ladi. Mesela bu ramka modulunu ko'rgan bo'lsak, manada mesela bu bir element olgan bo'lsa, elementninki x'lik qiymati, kenglik qiymati bor. Bu ananki ma element bilan bu ichki qirorligi ma yerda padding orqali. Buningki ma sirtqi qirorlik bilan bo'lgan qiymati margin orqali, eng sirtqi qir qismi ma bu border qiymati orqali, ma holatda buning ramka modulini belgilaymiz. Ondan keyin misalda mesela margin bilan padding bütün elementlarning qiymatini 0 deb olgam yerda. Mesela manada kengligini 70 piksel, margin qiymatini 10 piksel, padding ichki ramka qismini 5 piksel deb belgilagan bo'lsak, undaqda 70 px mana kengligi. Anadın keyin buniki padding bu ichki qismidagi ramka qirninki manimisi 5 px, sirtqi qirninki 10 px. Shunda bo'lganda bu umumiy kengligi 100 px holatdagi mushkil bo'lakning ichidagi 70 piksellik mazmunga qarta, işte 5 px ichki ramka qiri 10 px işte sirtqi ramka qilib bunda belgilab, ikki chetga 5 px dan ikki tarafiga 10 px dan qo'shilib jami 100 px bo'ldi degan gap.